Assalomu alaykum aziz obunachilarim, Begoyim oshxonasiga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan juda ham mazali bo'lgan yumshoqqina pirojni tayyorlaymiz. Bu pirojnini men ko'p miqdorda tayyorladim. Sizga esa bir porsiyasini tayyorlab ko'rsatib beraman. Bismillah deb ishimizni boshlab olamiz. Birinchi navbatda 6 dona tuxumni oqini sarig'idan ajratib olamiz. Mana ajratib oldik. Endi buni mikserda oppoq ko'pik bo'lgunicha ko'pirtirib olamiz. Ko'pirtirib oldik. Endi ustidan 150 gram shakarni oz-ozdan solib, buni ham 2-3 daqiqa mobaynida ko'pirtirib olamiz. Ustidan tuxum sarig'ini birma-bir solib, yana 1 daqiqa mobaynida ko'pirtirib olamiz. Albatta ta'mi uchun vanilin ham qo'shib olamiz. Massamizning ustidan 2 osh qoshiqda yog' qo'shiladi. Ketidan 2 osh qoshiqda suv qo'shib olamiz. Ustidan 1 choy qoshiq to'ldirmasdan razrixlitel qo'shib olamiz. 150 gram unni elakdan o'tkazib qo'shib olamiz. Sekinlik bilan massamizni tepadan pastga o'girib aralashtirib olamiz. Listimizga pergament qog'ozini joylashtirib olib, ustiga masalliqni solamiz va chetlari bilan tekislab olib, 120 gradus haroratda 35 daqiqa mobaynida pishirib olinadi. Biskvitimiz pishgunicha sizlar bilan konfet tayyorlab olamiz. Buning uchun men olcha va malinadan foydalandim. 200 gramdan olcha va malinani birgalikda 100 gram shakar bilan birozgina qaynatib olamiz. Qaynash jarayonida 2 osh qoshiq suvga 1 osh qoshiq jo'xori kraxmalini qo'shib aralashtirib quyib olamiz. Quyilgunicha qaynatib olinadi. Tayyor bo'lgan konfetni sovutib qo'yamiz. Endi kremini tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga 500 gramda qaymoq kerak bo'ladi. Men qo'l qaymog'idan foydalandim va cheese kremdan ham qo'shib olamiz. Buni opisaniyada qancha miqdorda qo'shganimni yozib qo'yganman. Ustidan vanilin qo'shib, sgushenniy molokoni ham qo'shib olamiz va quyuq massa bo'lgunicha mikserda ko'pirtirib olamiz. Mana kremimiz tayyor bo'ldi. Endi pishgan biskvitni tekshirib ko'ramiz. Cho'pimiz quruq chiqsa, demak biskvitimiz tayyor bo'lgan bo'ladi. Qarang, qanaqangi yumshoq holatda pishib tayyor bo'ldi. Endi buni biroz sovutib olamiz. Sovigan biskvitni xohlagan qolipingizda bo'lib olishingiz mumkin. Men shu uslubni tanladim va to'rtburchak shaklda kesib oldim. O'rtasiga tayyorlab qo'yilgan konfetdan solib olamiz va ustini ikkinchi biskvit bilan yopib olamiz. Ustiga chiroyli qilib gullar tushiramiz va xohishga qarab shunaqangi mevalar bilan bezatib olamiz. Azizlarim, albatta kesilgan holatda ham sizlarga ko'rsatmoqchi edim, lekin porsiyani aniq qilganim uchun hammasi teng chiqdi va ortiqchasi chiqqani yo'q. Sizlardan uzr so'ragan holatda shundoqqina o'zini obzor qildim. Juda ham yumshoq bo'lgani uchun propitka qilmadim. Propitkasiz ham juda ham yumshoq chiqdi. Shunday holatda korobkalarga joylab, egalariga topshiramiz. Tayyorlanishi oson bo'lgan bunday pirojnini sizlar ham albatta tayyorlab ko'ring. Kelasi videolargacha g'oyibona diydor qadar sizlar bilan xayrlashib qolaman. Xayr, omon bo'ling.